Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narxi 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shart kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasining qo'liga berdi. Ashoblari, nimaga bunday qilding? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Nima qiling endi? To'yg'izida jumborman. Usoma nima dedi? Onam eshit xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardi. Ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymonni yemaslik uchun boshimizga qo'ygan qush ular. Pirratib uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib olaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik.